Umuman, mana shunday tantanayu milliy qadriyatlar, umrboqiy an'analar bugungi globallashuv davrida yoshlarimizni tom ma'noda ezgulik va mehr-oqibat, ajdodlar merosiga hurmat, ehtirom ruhida birlashishga. Bu bayram hammamizniki. Xorijlik talabalar ham qo'shilib bayram qilyapti. Mana shuning o'zi yoshlarimiz, talabalarimizga katta tarbiya. Masalan, bizlardagi fan, men o'tadigan fan bu madaniyatlararo muloqot deyiladi. Ya'niki bizlarning maqsadimiz shu yoshlar barcha madaniyatni yaxshi tushunib, talabalar shu O'zbekistonda yashayotgan faqat millatlar emas, balki dunyoda turli millatlarning madaniyatini o'rganib, bugun bayramga namoyish qilyapti. Ya'niki millatdan istisno. O'zbek ruscha qilyapti, ruslar o'zbekcha qo'shiqlar bilan chiqyapti. Mana ko'ribsizlar, hattoki ota-onalar qo'shilib, talabalarga qo'shilib bayram qilib qo'shiqlar aytyapti, musiqachilar musiqa chalyapti qo'ldan kelgan. Mana shuning o'zi eng katta yutuq, ya'niki ota-ona, universitet, shahar, xalq va darsda o'tilgan fan birlashib, ya'niki dars sinfda qoplanmasdan mana shu shahar madaniyati bilan bog'liq bayramlarda talabalarimiz o'z mahoratini ko'rsatib kelyapti. Bu albatta katta xursandchilik. Qadimdan millatlarning birikgani bu katta kuch bo'lgan. Ya'niki millat ajratish hech qachon davlatni bir yutuqqa olib kelmaydi. Hattoki bir millat ikkinchi millatdan ustun bo'la olmaydi. Madaniyati yaxshi, yomoni bu yo'q. Har bir madaniyat o'ziga yarasha yutug'i bor. O'sha narsani anglab yetib, o'sha birga bo'lsa, menimcha yoshlarimiz kelajakda katta bir nima deydi, davlatimizga xizmat ko'rsatadigan bir fuqarolar bo'ladi. Shu millatlarning birlikligi, davlat rivojlanishida davlat strategiyasi kiritilgan, davlat tomonidan katta e'tibor berilyapti. Albatta bu bizga ham ko'mak. Hisham Abdul Hafiz Halil misrlik. Hozirda Samarqand shahridagi Xalqaro turizm universitetida faoliyat olib bormoqda. Universitetda tahsil olayotgan va mehnat qilayotgan xorijlik mehmonlar qatorida u ham o'zlarining milliy qadriyatlari bilan ishtirok etishmoqda. Misrdan kelganman. Hozirda Samarqanddagi Xalqaro turizm universitetida faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Milliy qadriyat va an'analaringiz bilan tanishyapmiz. Xalqingiz qadimiy bayramlarni saqlab kelayotgani quvonarlidir. Bayramda men Misrning milliy kiyimi bilan qatnashyapman. Shuningdek, bugun milliy kiyimlar festivalini ham o'tkazyapmiz. Bu kabi bayramlar, tadbirlar xalqaro madaniyatni keng targ'ib etishga ham katta hissa qo'shadi. Millatlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlaydi.